Assalomu alaykum do'stlar. Hozir sizlarga bitta qiziq voqeani aytib bermoqchiman. Aniqroq ko'rsatib bermoqchiman. Ko'rishingiz mumkin. Navbatdagi obyektimizda, Xudo xohlasa, elektromontaj ishlarini yakunlash arafasidamiz. Kabellarimiz hammasi shu joyga kelgan. Shitlarimiz, xo'p, Xudo xohlasa shu joyda bo'ladi. Xo'p, bu joyda biz nima qilganmiz? Hamma kabellarga skoch yopishtirib yozib chiqqandik. Imенно mana shu kabelga yozilmagandi. Bir dona kabel yozilmay qolib ketgan ekan. Men bolalarga javrodim. Bolalarga qattiqroq tegaman, shunaqa narsa bo'lmasin, bir dona ham kabel yozilmagan holda qolmasin deb so'kib berdim. Endi taqdir taqozosi bilan oradan bir kun yoki 2 kun o'tdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Hamma yozgan kabellarimiz tevasi hali yopilmagani uchun o'chib ketgan. Hech qanaqa yozuv qolmagan. Hozirga kelib endi mana shu kabel qaydan kelganini bilamiz. Yozilmagan kabel, lekin qolgan hamma kabellarning qaydan kelgani bizga noma'lum. Endi biz buni shit yig'ishimizdan oldin hammasini qaytadan prozvonka chiqishimizga to'g'ri keladi. Xudo xohlasa.